Shoshma. Muxlisa bo'ldi qilgin. Muxlisa to'xtagin. Bo'ldi qilgin iltimos. Meni to'g'ri tushuning, men boshqa yashay olmayman bunaqa tuhmatlar ichida. Ozgina sabr qilgin, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, jonim. Ozgina sabr qilsang bo'ldi. O'yimni, fe'llarni yaxshi bilasan-ku. Nima qilib shuncha sabr qilib kelyapsiz? Ishrina. Nima gap? Ha? Videoning sababi nima? Ha? Oyi, shu janjal kerakmidi bizga? Mana endi ketaman deyapti. Ketsa ketaversin. Eshik ochiq. Xotiningni necha marta begona mashinalarda kelganini ko'rdim. Oyjon, iltimos unaqa tuhmat qilmang. Axir Nima? Necha marta ko'rganman. Shopir bilan xiringlashib turganini xotining. Oyi, bu nima deganingiz? Nimaga tuhmat qilasiz? O'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz? Voy, necha marta gaplashib turganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Nimaga ishonmaysan? axir ular yo'lovchi taksilar-ku, oyjon. Qo'shnilar aytdimi sizga? Gapiraveradi bu qo'shnilar. Bu keliningizni qanaqaligini men juda ham yaxshi bilaman. To'xta, muncha sayrading. Nima balo? Menga ishonmayapsanmi, a? Oyi, gap sizga. Onangga ishonmayapsanmi, a, bola? Siz tushunmayapsiz. Men sizga ishonaman. Keliningizga ham ishonaman. Necha yil buni sinaganman. O qancha gaplashganman bu bilan. Ne hasratda katta qilgan edim seni. Oyi, Qarigan cho'qimda keliningiz meni ayolim shu bo'ldimi? axir meni omonatim-ku, oyi. Har kuni uyda o'tirsa, har doim men bilan telefonlashib tursa, qaysi paytda xiyonat qiladi? Gap shu. Yo xotiningni deysan, yo meni deysan. Agar xotiningni desang, meni umuman unut. Tushundingmi? Oyi, siz hozir tushunmadim. Siz hozir o'zingizni, o'g'lingizni oilasini buzmoqchimisiz? Ha? Shunchalik yomon ko'rdim, endi hech o'ylamagan edim. Bo'ldi oyjon. Men ketaman. Butunlay ketaman. Ey, Muxlisa. Dilshod aka, to'g'ri tushuning. Axir men ham to'yib ketdi. O'tirsam, o'tirsam, sabah meni yomon ko'radilar. Uyimizga biror bir mehmon kelib qolsa ham men yomonlagan. Ayting, qanaqa qilib yashayman bunaqa muhitda? Men ham ketgim kelmayapti. Lekin shunga majburman. Ming'ir qilishini qaranglar buni. Nima? Yig'lab ko'nglini yumshatmoqchimisan? Yo'qol uyimdan. Oyi, Bu-chi, likillashdan tashqari nuqul telefonda meni yomonlagan. Onasiga ham yomonlaydi, bizani qo'ni qo'shniga chiqib yomonlab keladi. Liki qachon qilsa hali etki